Harbiy idoralarning birida bir guruh zobit va askarlar diniy dars tinglash uchun jam bo'lishdi. Shu payt yoshgina bir yigit kirib keldi-da, ularga aqidaga oid masalalarni tushuntira boshladi. U ma'nolarni sodda uslubda bayon qilar, berilgan savollarga yuksak ishonch bilan javob qaytarardi. Bu uning yosh bo'lishiga qaramay ta'lim berishdagi iqtidorini namoyish etgan ilk lahzalaridan biri edi. Vaqt o'tishi bilan u ilm o'rganish va dars berishda davom etdi. Natijada Saudiya Arabistoni podshohligining Qosim mintaqasidagi kichik bir qishloqda tolib ilmlar va da'vatchilar orasida tanildi. U yerdagi hayot oddiy va sokin bo'lib, odamlar yuksak dindorlik, diniy qadriyatlar va asl axloqiy tamoyillarga sodiqlik muhitida yashar edilar. Abdussalom ilmga va Qur'oni Karimni hifz qilishga katta ahamiyat beradigan dindor oilada voyaga yetdi. U tengdoshlaridan ajralib turadigan sokin bola edi. Mutolaa qilishni va kitoblar orasida vaqt o'tkazishni juda yaxshi ko'rardi. Uning go'daklik chog'idanoq ilmga bo'lgan bu ishtiyoqi uni Imom Muhammad ibn Saud universitetining shariat fakultetini tanlashga undadi. Shu tariqa uning shar'iy ilmlar olamidagi uzoq va sermazmun safari boshlandi. Universitetga kirganda uning maqsadi shunchaki kitoblarni yodlash yoki diplom olish emasdi. Aksincha, u doimo shar'iy hukmlarning tub mohiyatini anglashga hamda bu hukmlarni insonlar hayoti va zamonaviy davr o'zgarishlari bilan qanday bog'lash mumkinligini tushunishga intilardi. U nafaqat a'lochi talaba, balki jiddiy izlanish va tadqiqotlarga bo'lgan ishqibozligi bilan ham ajralib turardi. U matnlarni satrlar orasidan o'qir, ularni tahlil qilar hamda qadimgi fiqh bilan bugungi kun voqeligini chambarchas bog'lay olardi. Universitetni tamomlagandan so'ng shu bilan cheklanib, ilm olishdan to'xtab qolmadi, balki oliy ta'limning keyingi pog'onalarini izchil davom ettirib, qiyosiy fiqh ixtisosligi, ya'ni turli mazhablar fiqhini qiyoslash yo'nalishi bo'yicha avval magistrlik ilmiy darajasi, keyin doktorlik ilmiy darajasini qo'lga kiritdi. Ushbu mutaxassislik qadimiy matnlarni o'rganishni zamonaviy fiqhiy masalalar bilan uyg'unlashtiradi. Bu esa uni Saudiya Arabistoni va islom olamida mazkur sohaning yetakchilaridan biriga aylantirdi. Shundan so'ng u Qirol Faxt nomidagi xavfsizlik bilim yurtida dars bera boshladi va u yerda zobit hamda askarlarga ta'lim berdi. Uning tushuntirish uslubi o'ta sodda va tushunarli bo'lib, talabalarning idrokini chigallashtiradigan murakkabliklardan yiroq edi. U har doim shar'iy hukmlarni odamlarning kundalik hayoti bilan bog'lab tushuntirar, bu esa talabalarning unga nisbatan muhabbati va ishonchini oshirardi. Ma'ruzalarida amaliy va aniq yechimlarni taqdim etar, qizg'in bahs va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirardi. Bu esa talabalarga fiqhni chuqurroq anglashga hamda uni kasbiy va shaxsiy hayotlarida tatbiq etishga yordam berardi. Uning qiziqishlari faqatgina ta'lim sohasi bilan cheklanib qolmay, jamiyatda yuzaga kelayotgan zamonaviy fiqhiy masalalarni hal qilishgacha kengaydi. Masalan, kafillik va yetimlar parvarishi, zamonaviy tijorat shirkatlari va bank kartalari kabi moliyaviy masalalar, bemorlar fiqhi va unga doir masalalar, haj va qurbonlik bilan bog'liq hukmlar. Ushbu mavzular o'ta nozik tadqiqot va muvozanatli tahlilni talab qilardi. U o'zining ilmiy asarlarida aynan shu jihatlarga, aniqlik va amaliylikka alohida e'tibor qaratdi. Natijada uning kitoblari va maqolalari universitetlar hamda shar'iy masalalarda muhim manbalarga aylandi. Ko'plab tolib ilmlar ularni darslik sifatida o'rgandilar. Shayx Abdussalom shoirning shaxsiyati o'ta kamtarinligi va soddaligi bilan ajralib turardi. Shon-shuhratdan yiroq haqiqiy olim. U diqqat markazida bo'lishni va yuqori mansablarga intilishni xush ko'rmasdi. Aksincha, ilmni shon-shuhrat yoki tashqi dabdabaga muhtoj bo'lmagan oliy maqsad deb bilardi. Shunga qaramay, u ilm tarqatishda zamonaviy media vositalarining muhimligini angladi va internetda o'zining rasmiy sahifalarini tashkil qildi. Bu orqali o'z darslari va ilmiy kurslarini keng ommaga, ayniqsa bilim olishda ushbu vositalardan foydalanadigan yoshlarga yetkazishni maqsad qildi. Uning kanali, uning ilmiy metodologiyasi, ya'ni manhaji, uslubini asrab avaylaydigan har xil chalkashlik va shov-shuvlardan yiroq, tartibli va ishonchli manbaga aylandi. U doimo hech qanday foyda bermaydigan befoyda bahs-munozaralardan qochardi. Uning yondoshuvi o'ta ilmiy va xolis bo'lib, shaxsiy his-tuyg'ular va tarafkashliklardan uzoq holda aniq tadqiqot va muvozanatli tahlilga tayanardi. Bu uslub unga ulamolar va tolib ilmlar orasida ulkan hurmat-e'tibor keltirdi. Uning
Uning kitoblari va ilmiy ishlari ko'plab akademik tadqiqotlar tayanadigan asosiy manbalarga aylandi. Uning ta'siri ayniqsa oliy ta'lim, magistratura va doktorantura talabalari orasida yaqqol sezilardi. Ular Shayx Hafizahullohda qunt bilan o'qish va tizimli ilmiy tadqiqot olib borishda haqiqiy o'rnakni ko'rdilar. Uning qo'lida tahsil olgan yoki asarlarini o'rgangan ko'plab talabalar bilim olishda yuksak muvaffaqiyatlarga erishdilar. Uning ilmiy qarashlari va ta'lim berish uslubi shar'iy doiralarda keng e'tirof etildi. Bu esa o'z navbatida fiqhiy tafakkurni yangilashga va uni hayotiy voqelikka bog'lashga xizmat qildi. Shayx Shuvair yuksak ilmiy maqomga ega bo'lsa-da, kamtarlikning tirik namunasi edi. Shayx Abdussalom Shuvair o'zining asosiy vazifasi bo'lmish ilmga xizmat qilish va uni sadoqat bilan tarqatishdan chalg'itishi mumkin bo'lgan siyosiy yoki ma'muriy lavozimlardan uzoq bo'ldi. U sokinlik va qat'iyat bilan dars berishda hamda asarlar yozishda davom etdi. O'zining ilmiy faoliyatining samarasini kamaytirishi mumkin bo'lgan har qanday nizolar yoki bahslarga aralashishni qat'iyan rad etib, o'zining aniq va muvozanatli ilmiy yo'lini saqlab qoldi. Shayx Abdussalom Shuvairning hayot yo'li mustahkam shar'iy an'analarga sodiqlik bilan birga, ilm yoyishda zamonaviy vositalardan oqilona foydalana olgan zamondosh olimlar uchun haqiqiy namunadir. Uning faoliyati tinimsiz davom etmoqda. Uning ilmiy asarlari esa tadqiqot va ta'lim yo'lida undan kuch, sabr va rostgo'ylik o'rganayotgan talab ilmlarning yangi avlodlari orasida keng yoyilmoqda. U muvaffaqiyatli olim, ilmni jamiyat va insonlarga xizmat qilish vositasi deb biladigan hamda har bir ilmiy va amaliy qadamida kamtarlik va ixlosni saqlaydigan inson ekanligini isbotladi. Bu qissa bizga shuni o'rgatadiki, bu o'zgaruvchan dunyoda moslashuvchanlik bilan birga tamoyillarda sobit turish va kamtarlik zamondosh olimlar muvaffaqiyatining kalitidir. Haqiqiy ilm ortiqcha dabdaba va shon-shuhratga muhtoj emas, balki samimiy xizmat va mustahkam ixlosga muhtojdir. Shayx Abdussalom Shuvair an'anaviy uslub bilan zamonaviylikni, chuqur nazariy bilim bilan, amaliy faoliyatni, tadqiqotdagi jiddiylik bilan, ta'limdagi soddalikni hamda o'zligini saqlagan holda kelajakka ochiqlikni birlashtira olgan insonning tirik timsolidir.